Magnus Metal Frost. Boshqacha qilib aytganda, metallический mat. Quyuqlashtirilgan kulrangning muzlatilgan mati. Bu 2026-yil uchun eksklyuziv bo'lib taqdim qilingan Cadillac Escalade V seriyasining Executive Second Row Package komplektatsiyasining dunyo bo'yicha 255 dona bo'lib ishlab chiqarilgan limited editioni bo'ladi. Albatta, ushbu avtomobilni biza orqali kalta kuzov, ya'ni short body'sini bor yo'g'i 215 ming AQSh dollariga, uzun kuzovi, ya'ni long body'ni esa atigi 225 ming AQSh dollariga samolyot orqali O'zbekistonga olib kelishingiz mumkin. Business jet, ya'ni shaxsiy samolyotning iforini taqdim qiladigan interyerga ega bo'ladi. 4 o'rindiqda massaj, obduf, podogref, premialni nappa ko'jalarda. EKG akustikasi 36 dona bo'ladi. Alcantara va panorama tom. Eksteryerda V opsiyaning body kiti, satin grafit E24 diskasida va kapot ostida esa eksklyuzivni V seriya bo'lganligi uchun bu darobotga qilingan motor bo'ladi. Va 3 tonnaga yaqin bo'lishiga qaramasdan og'irligi 4 sekundda 100 ga chiqib beradi. Xitoy sevuvchilar bu video ko'rmasa ham bo'ladi. Va V obrazli 8 silindr 602 superchargerning motori bo'ladi. 685 ot kuchi va 885 Nm bo'ladi.